Yaqında Xitoy davlat opera omikining Turkiyaning Afyonqarahisar shahrida tashviqot faoliyati olib berishi kuchli norozilik inkas qo'zg'adi. Afyondagi siyosiy va ommaviy tashkilotlardan va Turkiyaning har qaysi joylaridan bu ishga qarata noroziliklar kuchaymoqda. Dastlabda amaldan qoldirilganligi bildirgan bu kechilik noroziliklarga qarshi yana o'tkazilgan. Bu faoliyatga va uning maydon hozirliklariga qarshi inkaslar o'tirg'i chiqmoqda. Xitoy atalmış tarbiyalash markazi nomidagi yig'ilish lagerlariga qamalgan kishilarning qobiliyatsiz ekanligi, Xitoycha bilmaydiganligi va terrorlikqa mayil ekanligini jar soldi. Jakarta pochtasi gazetining xabar qilishicha, Indoneziyadagi musulmonlarning Uyg'urlarning vaziyati haqida ilib borgan namoyishlari va hukumatning talabi bilan Xitoyning Jakartadagi bosh elchixonasi lagerlar haqida bayonot e'lon qildi. Bayonotda Sharqi Turkistonda Xitoycha bilmagan va qobiliyatsiz ba'zi Uyg'urlarning ish tepishda qiynalganligi tilga ilinib, bu vaziyatda bo'lganlarning terrorlik va asabiylikka moyil bo'lganligi sababli til va kasbiy jihatdan tarbiyalanish uchun bu lagerlarning ta'sis qilinganligi aytilgan. Xitoyning bu bayonotiga qattiq norozilik bildirgan Sharqi Turkiston uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi, Xitoy yolg'onchilik orqali butun dunyoning ko'zini bo'yashga urinmoqda. Xitoy dastlabda inkor qilgandan keyin e'tirof qilishga majbur bo'lgan jazo lagerlarini va Xitoyning razil siyosatlarini butun dunyo ko'rmoqda. Xitoy bu lagerlarda qizlarimiz va singillarimizga tajovuz qilish bilan birga bu jinoyatlarni yushirishga urinmoqda. Dunyo bunga sukut qilmasligi lozim dedi. Dunyodagi musulmon davlatlar Sharqi Turkistondagi zulmga sukut qilmoqda. Indoneziya muavin raisi Yusuf Kalla yaqinda Xitoyning Sharqi Turkistondagi tajovuzchiliklarni ayblagan Indoneziya ulamolar kengashiga boshqa davlatlarning ichki ishiga aralashmaslik kerakligini aytib qarshi chiqdi. Indoneziya doiralarining Xitoy qarshisida tili tutilib qilishining sababining Xitoyning bu davlatning ul aslaha qurilishlariga solgan mablag'i bilan munosabatli ekanligi o'tirib qo'yildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonotda Sharqi Turkiston va Tibet bahonasi bilan ichki ishlarga aralashmaslik haqida ogohlantirish berildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Jinying Amerika e'lon qilgan Tibetga erkin kirib chiqish qonunidagi mazmunlarning va Sharqi Turkistondagi talash tortishliq lagerlardagi kishilarning majburiy kiyim tikishga majburlanganligi haqidagi so'zlarning haqiqatni burmalash ekanligini aytdi. U atalmış kasbiy tarbiyalash markazlarining rayondagi namratlikni tugutish uchun qurilganligini va bu orqali bir kishining tafovati bilan bir oilaning yashay oladiganligini aqlab, majburiy emgakka silish haqidagi aytilganlarning yolg'on ekanligini aytdi. Meksika hukumati Amerikaning O'rta Amerikalik ko'chmanlardan shakllangan karvondagi kishilarning Meksika chegarasiga o'rlashtirilishi va zarur tepilganda Meksikaga qaytarilishi haqidagi talabini qabul qildi. Meksika Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonotda ko'chmanlarning iltimos qilish jarayonida Meksikada turib qilishi kerakligi haqidagi talabni qabul qilganligini bildirdi. Bayonotda bu tadbirning vaqtli ekanligi va insonparvarlikni maqsad qilganligi ta'kidlandi.